Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan sonning natural bo'luvchilar soni va yig'indisi mavzusiga keldik. Ustoz bilan ishlash uchun topshiriqlarning quyida berilgan 16 misolni birgalikda ko'rib chiqamiz. Boshladik. Birinchi savol aytyapti. 15 ning natural bo'luvchilarini yozing, ular nechtalikni ayting deyapti. Yozamiz 15 ning natural bo'luvchilarini. 1 3 ga bo'linadi, 15 keyin 5 ga bo'linadi va 15 ga bo'linadi. Shu 15 ning natural bo'luvchilari nechta ekan? 1 2 3 4 ta deb javob beraman. Uchinchi misol. Quyidagi sonlar natural bo'luvchilarining sonini aniqlang debdi. 24 ning natural bo'luvchilar soni. Men nazariy qismda formulani o'rgatgan edim. 24 ni tub ko'paytirishga ajratib yozaman. 24 6 karra 4 degani 6 nima degani 2 karra 3 ko'paytirilgan 4 2 ning kvadrati ekan. Demak 24 ni qanday ajraladi tub ko'paytirishga? 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ekan. 3 ning birinchi darajasi. Endi men ayta olaman 24 ning natural bo'luvchilar soni 24 n bassa teng darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytirishim kerak. Darajasi kim darajasi 3. 3 ga 1 ni qo'shaman 4 bo'ladi. Ko'paytiraman 1. 3 ning darajasi 1 ga 1 ni qo'shaman ko'paytiraman. 4 karra 2 teng 8 ekan. Yani 8 ta natural bo'luvchisi bor ekan 24 sonimning. Keyingi misol gasini ko'ramiz. 324 soni. Xo'p, 324 ni ham tub ko'paytirishga ajratay. Men n b s 324 ni topishligim kerak. Tub ko'paytirishga ajratsam 2 ga bo'laman. 100 xo'p, bitta bor, 6 ta bor, 2 162. 2 ga bo'laman 81. 3 ga bo'laman 27. 3 ga bo'laman 9. 3 ga bo'laman 3. 3 ga bo'laman 1 chiqadi natijam. Demak, 324 menda teng ekan. 2 dan nechta qatnashdi? 2 dan 2 ta. 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 dan nechta qatnashdi? 1 2 3 4 ta 3 ning 4-inchisi ekan. Endi natural bo'luvchilar sonini topishlik uchun darajasiga 1 ni qo'shaman va ko'paytiraman. 2 ga 1 ni qo'shsam teng 3 bo'ladi. Keyin 4 ga 1 ni qo'shsam 5 bo'ladi. 3 karra 5 15. Ya'ni 15 ta natural bo'luvchisi bor ekan 324 sonimning. Keyingi misol L. Xo'p, men aytganman 1001 qaysi sonlarga yoyilishligini. 1001 7 yodlab olamiz. 11 hamda 13 sonlarining ko'paytmasidan iborat. Har birining nechanchi darajasi bo'lyapti? Birinchi darajasi bo'lyapti. Demak, n b s ya'ni natural bo'luvchilar soni 1001 niki nechta deb javob beraman? Darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytiraman. 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2. Hammasiga 1 ni qo'shsam, natijada 2 2 4 4 2 ko'paytirsam 8 ta natural bo'luvchisi bor ekan 1001 sonimning. Keyingi misolga o'tdik. 6. 72 va 54 sonlarining umumiy bo'luvchilari nechta deyapti. Umumiy bo'luvchilarni topishlik uchun xo'p, ulardan nechtasi tub, ulardan nechtasi murakkab sonlar. Ikkala sonimning e kubini topaman dastlab. E kubi 72 va 54. Ayirib ko'ring necha chiqadi ekan. E kub topishning oson usuli bor edi bizda. Ayirsam 6, xo'p, 16, 18. 18 bo'ladi farqi. Demak, 18 ning o'zi e kub bo'ladi. Chunki 54 deganim 18 ko'paytirilgan 3. 3 ga 18 54. Bittasi bo'linsa e kubi mana shu ayirma bo'lar edi farqi. Xo'p, 18 e kub bo'ldi. Endi 18 ning bo'luvchilarini yozaman. Chunki e kubining bo'luvchilari ikkala sonning umumiy bo'luvchilari bilan bir xil bo'ladi. 18 bo'luvchilari 1, 2, 3, xo'p, 4, 5, 6 ga bo'linadi. 3 kar 6 18, demak 2 ga bo'laman. 2 ga bo'lsam 9, 1 ga bo'laman. 1 ga bo'lsam 18. Shu 18 ning bo'luvchilari ekan. Ulardan nechtasi tub sonlar? Nechtasi tub bo'ldi? 2 bor. Faqat 3 bor ekan. 2 va 3. Ikkitasi tub son ekan. 2 ta. Ulardan nechtasi murakkab son? Murakkab sonlar. Xo'p, 6 bor, 9 bor, 18 bor. 3 tasi murakkab son ekan deb javob beraman. Keyingi misolga o'tdik. 8. Quyida berilgan sonlarning umumiy natural bo'luvchilar sonini toping debdi. Umumiy natural bo'luvchilar soni. Bu degani e kubining natural bo'luvchilar soni degani. Xo'p, 60 hamda 72 ga e kub topadigan bo'lsam nima bo'ladi? 72 va 60 ga. Ayiraman. Ayirsam 12. 60 12 ko'paytirilgan 5 degani. Demak, 60 12 ga bo'linadi. Bu degani e kub 12 degani. Xo'p, e kub 12 bo'lib 12 ning natural bo'luvchilar soni. 12 ning o'zi nimaga teng bo'ladi? 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 degani. Ya'ni 4 karra 3. Xo'p, darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytiraman. Shunda 12 ning natural bo'luvchilar soni. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 1 ning darajasiga 1 ni qo'shsam 2. 6. 12 ning natural bo'luvchilar soni 6 ekan. Lekin ikkala sonning
umumiy böluvchilar soni ham 6 ta bo'ladi. Chunki men aytdim, e kubining natural böluvchilar soni mana shu sonning umumiy böluvchilar soni bilan bir xil bo'ladi deb. Keyingisini ko'ramiz. F 210 va 189 sonlarining. Xo'p, ayirib ko'raylik, necha bo'ladi ekan farqi e kub topishlikda. Ayirsam 280 dan ayiryapman 189 ni. 1 qo'shsam 190 bo'ladi, 10 21 ekan. 21 210 21 ga bo'linadi. 10 ta bor, demak bunda 9 ta bor ekan. E kub 21 bo'ldi. 21 ning o'zi nimaga teng? 3 kare 7 degani. Xo'p, darajasi 1. 21 ning natural böluvchilar soni NBS 21 teng darajasi 1 ni qo'shib ko'paytirsam 2 kare 2. 21 ning natural böluvchilari 4 ta ekan. Javob berma 200 va 189 ning umumiy böluvchilar soni 4 ta deb. Keyingi misolga o'tdik. 9. O'zaro tub sonlar deb qanday sonlarga aytiladi? O'zaro tub sonlarning e kubi 1 bo'lar edi. Ya'ni birdan boshqa umumiy böluvchisi yo'q bo'lgan sonlarga o'zaro tub sonlar deyilar edi. Shu o'zaro tub sonlarning ta'rifi. O'zaro tub sonlarning e kubi nechaga teng? Aytib qo'ydim, e kubi 1 ga teng ekan. O'zaro tub sonlarning e kubi qanday topiladi? E kubi mana shu a va b sonining ko'paytmasiga teng. A ko'paytirilgan b teng e kub a va b ga teng. Chunki biz qoidani o'rgangan edik. E kubini e kubga ko'paytirsam a va b sonining ko'paytmasini berar edi. E kubi mendan 1 ga teng. 1 ni e kubga ko'paytirsam e kubning o'zini beradi. 12. Quyidagi juftliklarni o'zaro tub juftliklarini ajratib yozing debdi. Ya'ni birdan boshqa umumiy bo'luvchi yo'q bo'lgan sonlarni ajratamiz. 3 4 o'zaro tub bo'ladi. 8 9 o'zaro tub. 9 ketma-ket kelgan sonlar albatta o'zaro tub son bo'ladi. 9 12 ikkalasi ham 3 ga bo'linadi, demak o'chiraman. 8 15 o'zaro tub, bir xil bo'luvchisi yo'q. 1 2 o'zaro tub. Xo'p, 12 15 ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. 15 16 o'zaro tub ketma-ket kelgan sonlar. 18 15 ikkalasi ham 3 ga bo'linadi. 35 24. Xo'p, 7 kare 5 degani bu 6 kare 4 degani. Demak, umumiy böluvchi 1 ekan, e kubi 1. 27 32. 2 ning 5-inchisi bu 3 ning kubi. Demak, bu ham o'zaro tub son. E kubi 1 chiqadi. Keyingi misol 16. Quyida berilgan sonlar natural böluvchilar yig'indisini toping dedi. Endi natural böluvchilar yig'indisi formulani o'rgangan edik. Shu bo'yicha yozamiz. 75 ni nima deb yozsam bo'ladi men? 75 5 kare, xo'p 25 kare 3 bo'ladi ekan. 25 ko'paytirilgan 3. Endi 25 nima degani? 5 ning ikkinchi darajasi ko'paytirilgan 3 bo'ldi. 3 ning birinchi darajasi. Tub ko'payuvchiga ajratdim. Formula bo'yicha n b y 75, ya'ni natural böluvchilar yig'indisi qanday topilar edi? Birinchisini olaman. Darajasiga 1 ni qo'shaman. 5 ning ikkinchisi qo'shilgan 1. O'zidan 1 ni ayiraman. Taqsim 5 minus 1. Ikkinchisini ham xuddi shu qolip bo'yicha yozaman. Ko'paytiraman. 3 ning darajasiga 1 ni qo'shaman. Ayiraman 1. Taqsim 3 dan 1 ni ayiraman. Natijani hisoblasam 5 ning kubi 125. 125 dan 1 ni ayirsam 124. Taqsim 4 bo'ldi. 5 dan 1 ni ayirsam ko'paytiryapman. 3 ning kvadrati 9. 9 dan 1 ni ayirsam 8. Taqsim 2 bo'ldi. Xo'p, 4 bilan 4 kere 2 8 ni beradi. Bu 8 bilan qisqartirsam 124 ning o'zi javob bo'ladi ekan menda. Ya'ni natural böluvchilar yig'indisi 75 ning 124 ga teng ekan. Keyingi misol kasni ko'ramiz. 200. 200 nima degani? Ko'paytiruvchiga ajratsam 25 ko'paytirilgan 8 bo'ladi ekan. 25 ko'paytirilgan 8. Chunki 25 ni 4 ko'paytirsam 100 edi. Shundan topib oldim. 25 5 ning kvadrati degani 8 2 ning kubi degani. Endi men yoza olaman 200 ni nimasini so'raganmiz? Natural böluvchilar yig'indisini. 200 desak, nima qilamiz? Teng. Darajasiga 1 ni qo'shaman. 5 ning kvadratiga 1 ni qo'shaman, ayiraman 1. Bo'laman 5 ayrilgan 1. 2 ning 3-inchisiga 1 ni qo'shaman, ayiraman 1, ayiraman 2 minus 1. Taqsim 2 minus 1 teng. Shu natural böluvchilar yig'indisini berar edi 200 ning. Xo'p, 5 ning kubinchi darajasi 125. Xo'p, 125 dan 1 ni ayirsam 124. Taqsim 4 ko'paytirilgan 2 ning 4-chi darajasi 16. 16 dan 2 dan 1 ni ayirsam 1. Endi qisqaradiganlari 4 bilan bu qisqaradi, 4 bo'lib qoladi.
124'ni 4 ga ko'paytirsam 480 plus 16 bo'ladi. Bu degan 496 ekan. Natural bo'luvchilar yig'indisi 200 sonimning. Qolgan hamma misol xuddi shu qolipga tushadi. Ya'ni darajasiga birni qo'shaman, natijadan birni ayiraman, taqsim asosdan birni ayirib bo'lib qo'yaman. Qolganlar ko'paytma shaklda ketadi. 17. 144 son natural bo'luvchilar yig'indisini aniqlang debdi. 144 eslayman. Qaysi sonning kvadrati? 12 ning kvadrati 144 degan. Yodlashligimiz kerak edi darajalarni. Xo'p, 12 nima degani bizda? 3 kara 4 deganimi? 3 kara 4 ning kvadrati kelyapti hozircha. Xo'p, teng 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 4 degani 2 ning kvadrati. Xo'p, 4 ning kvadrati deb yozaylik. Bu narsa nimaga teng? 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 4 2 ning kvadrati. Darajaga oshirsam 2 ning 4-inchisi bo'lib qoladi. 9 kara 16. Xo'p, 144 to'p ko'paytirishga ajratib oldim. Mendan natural bo'luvchilar yig'indisini so'ragan. N B Y 144. To'p ko'paytirishga ajratganimdan keyin yozaman. Qanday? 3 ning ikkinchisiga 1 ni qo'shaman, ayiraman 1. Taqsim 3 minus 1. Ko'paytiraman 2 ning 4-inchisiga qo'shaman 1, ayiraman 1. Taqsim 2 minus 1. Teng natija. 3 ning kubi 27. 27 dan 1 ni ayirsam 26 taqsim 2 bo'ladi. 2 ning 5-inchisi 32. 32 dan 1 ni ayirsam 31 taqsim 1 bo'ladi. Ko'paytiraman endi. 2 bilan 26 qisqaradi, 13 bo'ladi bizda. 13 ni 31 ga ko'paytirganimga teng ekan. 13 31 ko'paytirilgan 13 deylik. Xo'p, 3 bo'ladi. 93 1 ga ko'paytirsam 31. 3 0 403 ekan natijam. Teng 403. Ya'ni 140 sonning natural bo'luvchilar yig'indisi 403 ga teng bo'ldi. Ikkinchi savol, tub bo'luvchilar yig'indisini aniqlang debdi. Tub bo'luvchilar yig'indisi. Tub ko'paytirishga ajratdim. 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 ning 4-inchisi bo'ldi. Tub bo'luvchilar mana yozilgan. 3 hamda 2 bo'ladi. Tub bo'luvchilar yig'indisi necha bo'lib qoladi ekan? 3 qo'shilgan 2 teng 5 bo'ladi. Endi murakkab bo'luvchilar yig'indisini aniqlang deyapti. Murakkab bo'luvchilarni topishlik uchun, yig'indisini topishlik uchun 403 natural bo'luvchilar yig'indisi edi. 403 dan ayiraman tub bo'luvchilar yig'indisini 5 ni. Natija menga murakkab bo'luvchilar yig'indisini beradimi? Yo'q, bermaydi. Nimaga? Chunki bir ham bor bu natural bo'luvchilar yig'indisida. Bir tub ham emas, murakkab ham emas. Shuning uchun birni ham chiqarib olamiz. Birni chiqarib yuborsam 397 natija bo'lmaydi. 403 dan 6 ni ayirsam. Demak, murakkab bo'luvchilar yig'indisi 397 ga teng ekan. Shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi safar mustaqil ishlash uchun topshiriqlarni ko'rib chiqamiz.